Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz qanaqa shakllarga fizik holat berishni o'rganamiz. Suv, olov, tuman hisob bo'ladi. Biz bugunchalik faqat suvni ko'ramiz. Birinchi bo'lib kubda sferaga aylantirishimiz kerak. Buni o'chirib tashlab Shift A bilan sfera qo'shsak ham bo'ladi. Bu yerda modifierdan generate subdivision surface bilan yuzay qismini bersak bo'ladi. Masalan, bu yerdan qancha ko'p shakllar berib, bu yerdan levelni ko'paytirsa, biz 6 gacha oshirsa bo'ladi. Mana ideal shar bo'ldi. Bundan boshlasak ham bo'ladi, farqi yo'q. Qanday xohlasak, xohishga qarab. Masalan, kattaligini kattalashtirsak bo'ladi. Keyin teparoqqa qo'yamiz. Teparoqdan tushganda xuddi bir suv tepadan tushganday holat berish niyatim bor. O'shani qilib ko'ramiz. Mana bo'ldi. Endi kubda birinchi bo'lib mana apply deb bosishimiz kerak. Modifier bergandan keyin, чтобы o'zgarib qolmasligi uchun keyin. Bo'ldi. Endi sferani tanlaymizda, hozir kub turibdi lekin. Farqi yo'q lekin uni. Baribir sfera bo'ldi. Objektdan tanlaymizda, pastidan quick effect degani bor. Quick effects. Yerdan liquid tanlaymiz. Liquid degan suv. Mana. Endi mana bu yerdan liquid domain degani qo'shildi. Endi biz buni mana chegaralari ko'rinyapti bizga. Kattalashtirsak bo'ladi. Shift S bilan S harfi bilan S Z bilan uzunlashtirsak bo'ladi. Keyin old tarafdan qaraganda joyini o'zgartirsak bo'ladi. Menga hozir unchalik ham to'g'ri ko'rinmayapti. Nimagadir faqat o'zgarish paytida chegaralari ko'rinyapti, qolgan payt ko'rinmayapti. Unchalik ham farqi yo'q, mayli. Bu aslida o'zini shaklini o'zgartirsak bo'ladi. Keyin liquid domain degan joyni tanlaymizda, yerdan pastga tushamizda physics degan joyga kiramiz. Resolution deganni 324 64 ga o'zgartiramiz. Resolution degani bu kачествоsi desam bo'ladi. Qanchalik sifatli video bo'lishi. Keyin pastga tushamizda, agar sizlarda o'choq bo'lsa, mana mesh deganni yoqib qo'yishimiz kerak. O'sha to'g'ri effekt berishimiz uchun. Bu yerda bo'ldi endi. Endi kub degan joyga kiramiz. Bu yerda mana flow type with liquid tanlab turibdi, chunki bu yerda obyektni tanlab bosdik, shuning uchun ham hamma narsasi to'g'ri turibdi. Bu yerda ham hamma narsa tayyor ekan demak. Endi nima qilamiz? Endi kubni bosamizda hozir obyekt sifatida mana kub turibdi. Endi buni birinchi kadr o'zi tayyor turibdi. Biz I harfini bosishimiz kerak. I harfi degani kadrcha qo'shadi. Mana bu yerda mana farq kadrcha paydo bo'ldi. Endi mana o'sha kadrcha bo'yicha bu o'zgaradi. Biz hozir mana bu yerda enter kamaytirsak ham bo'ladi, bizga ko'p kerak emas. 150 ga yetadi. 150 millisekund. Endi mana bizga kadr ham kelib chiqdi. Render qiladi birinchi boshida. Sal qiynaladi, keyin render qilgandan keyin juda ko'rinadi. Mana tomchi tepadan pastga tushganday. Endi nima bizga aynan buni kichkina joycha tushyapti deb savol tug'ilayotgan bo'lsa, bu yerda liquid domainni ichiga kirishimiz kerak. Hozir ichiga kirib turibmiz. Tabni bosamiz. O'shani ichiga kirish uchun bu yerdan birinchi rejimga o'tamiz. Nastroyklarni o'zgartirish uchun 3-rejimga kiramizda 3-rejimni bosib yuzini tanlab olamiz. 3-ni kattalashtiramiz. Endi qaranglar nima o'zgaradi. Endi hozir birinchi render qilyapti. Render qilib bo'lsin. Keyin o'zgaradi. Mana qaytadan render qilyapti. Render qilgan paytda shunday qiynaladi ozgina. Endi nima bo'ldi? Endi maydon o'zgardi. Kattaroq maydonga o'zgardi. Endi xohlagan maydonni bersak bo'ladi-da. Mana birinchisi qiynaldi-ku, ikkinchisi уже qiynalmasdan kompyuter ko'tarib oladi. Bir marta render qiladi-da. Biz bu yerda yana nima o'zgartirsak bo'ladi? Biz birinchidan hozir birinchi rejimga o'tib 0 ga qo'yib olsak, chegaralari ko'rina boshlaydi. Shift A ni bosamizda kub hosil qilib, tepa qismidan qarab, kubni kattaligini xuddi shuni chegaralariga mos qilib qo'ysak bo'ladi. Xuddi bir idishday sifatida foydalansak. Birda bosib, yuza tarafdan qarab, G, Z knopkalari bilan
yuzaga to'g'ri qo'yib olsak, keyin tabga kiramiz, modifikatsiyasiga. Ctrl+R bunaqasiga kesib olamiz. Xuddi bir idish yasaymizda. Keyin tepasini belgilab olamiz. Bizlar hozir ikkinchi rejimda turibdi. Shuning uchun uchinchi rejimga o'tib olib, hamma qismini belgilab olishimiz kerak. Mana hamma qismini belgilab olib, X harfini bosamizda, Faces'ni bosib o'chirib tashlaymiz. Endi bizga idish hosil bo'ldi. Mana. Xuddi bir shu idish bo'yicha harakatlanadi endi. Yana nima qilsak bo'ladi? Biza bu yerdan hozir bizda ko'p turibdi, lekin aslida sfera. Sferani birinchi 0 ga qo'yib olamiz. Sferani kattalashtirsak bo'ladi. Kattaroq ob'yemni qilsak ko'proq suv bo'ladi. Suvning ob'yemi shunga bog'liq. Mana. Suvning ob'yemi o'zgardi. Juda ham ko'p suv ob'yemi mana. Suvga bo'yicha tarqaladi. Juda ham ko'p narsalar qo'shsa bo'ladi bu yerda, lekin turish ham yomon emas. Qancha ob'yemimizga kerak bo'lsa, shuncha qarab ko'paytirsak bo'ladi-da, shaklni. Shaklni ob'yemiga qarab, suvda ham ob'yem o'sha. FPS mana 2 ta kadr sekundda ko'rsatyapti. Chunki juda ham ko'p suv bo'lgani uchun har birini render qilgan payti qiynaladi kompyuter. Lekin bir marta render qilib olsa yetadi. Keyingi martalarga tez bo'ladi. Mana ustiga o'zgarishga ko'radi. Tugadi. Mana. Xohlagan narsa ishlatsa bo'ladi. Masalan, suvni rangini o'zgartirsak bo'ladi. Bu yerda materialga kiramiz, liquid domain kiramizda. Suvni rangini o'zgartirsak bo'ladi. Hozir bu yerda o'zi multi mana glass BDSF turibdi. Xuddi bir shisha rangda edi. Bu yerda rangini kirib, rangini o'zgartirsak bo'ladi. Hop. Kompyuter qotganday bo'ldi mana. Yashil ko'rinishda qilsa bo'ladi. Misol. Mana. Rang o'zgardi. Xuddi shunday xohlagan rangni bersak bo'ladi. Farqi yo'q. Juda ham zo'r animatsiya bo'ladi deb o'ylayman. Asosini bilsak bo'ldi. Bu yerda shaklni keyin xohlaganday o'zgartirsa ham bo'ladi. Masalan, liquid domain tanlab, bilamiz-ku, 0 ga o'tib, 0-kadrga shaklni xohlaganday o'zgartirsak bo'ladi, lekin asl hammasi shu. Qanday qilib shaklni fizik holatga keltirishda va kadrlar bilan ishlashni o'rgandik. E'tibor uchun tashakkur.